Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiqcho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida anglitildi. Javobgar olli to'g'ri sog'inicha oqtirishga qarshilik ko'rsatib, yerda yetib oldi. Ikki so'pi xizmatkor so'roqchi xalifaning yordamida uni tafsiliy oqtirdi va paxtalik to'nining qo'yniga tikib olgan bir parcha xatni tepib oldi. Xo'shalliqdan gul qaqalari echilib ketdi. Xatning so'roqchining qo'liga tushganini ko'rgan javobgar muhim bir vazifani o'rindab bo'lgandek xotirjam bo'ldi. So'roqchi xalifa xatga shundoqli ko'z yugurtib, qattiq cho'chib ketdi. Udul ishkirki saroyga qarab yugurdi. "Himmatli pirim, hozir qayerda?" deb so'radi u oldiga uchirgan so'pi xizmatkordan. "Xilvatxonasida." "Darhol meni boshlab basla so'pi. Pirimga ma'lum qilgan muhim ish chiqib qoldi." "Shu topda ko'rishgil bo'lmasmiki, xalifa?" dedi so'pi xizmatkor orsaldi bo'lib. "Nemishqa?" dedi xalifa qopqini turib. "Baya qog'liqdan bir saxovatchi murshid savob izlab Pirimga duo qildirish uchun qizini aketdi-ki, Rajab Darvesh nikohini o'qib qo'ydi. Pirbuzurikimiz ashu qizni boshlab xilvatxonasiga kirib ketgan. Navoda hozir Pirimni malol qilgan bo'lsak, qarg'ishiga uchrab ketamiz, xalifa. Menda Pirimning muborak vujudiga ashu qiznimi bakarak lazzat beg'ishlaydigan bir narsa bor. Masla, meni boshlab basla. Harni qog'ish bo'lsa, o'zimga sat," dedi xalifa johillik bilan. Ular xilvatxonning ishki to'yiga kelganda, hujur ichidan bir qiz bolaning nozik, zaif ovozda cherqirab qilgan nori faryodi anglandi. Xalifa bilan so'pi bir-biriga ma'nilik qarab kelishdi va bu nolilik chirqirashdan ajoyib tatliq huzur his qilishib, ishik to'yida saqlab turishdi. Shu daqiqada Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon kalidek basta ostiga besib olgan 12-13 yoshga kirgan qiz bolaning nozik vujudi ustida xuddi sapon so'rgan bo'qidik pushuldig'icha hosirab umidimay. Belqut xazinasi qizning o'sha noliliq, echinishlik chirqirashlaridan huzurlanib, ajoyib shirin lazzatlarni olmoqda edi. Bir chog'da xilvatxondagi qizning chirqirgan ovozi, sapon so'rgan bo'qidik hosirashlarni pasaydi. So'fi bilan xalifa bir-biriga qarab, ma'nilik ko'z ishorasi qilishib olgandan keyin xilvatxonning eshigidagi to'mir zanjirni yengil sharaqlatdi. Bir ozdan keyin Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon ishik to'yida paydo bo'ldi. Vaqtsiz malol qilib, payzini buzgan ikki murtga so'g'uqli qaradi. Xalifa xatni ikki qo'llab tutdi. "Xo'talik bir ishqiyachi murtatning yenidan tepib oldik. Pirim, nihoyatmi muhim xatda qildi. Shunga ziyoda ta'xir qilib turmay, aramlarga malollik yetkazib qo'ydik." Eshon xatni eransizlik bilan qo'liga oldi. Shundoqli ko'z yugurdi. Shu hamon chiroyda ham jiddiylik, ham xo'shallik alomatlari jilliq qildi. "Darhol otda yerlanlar. O'rdiq kirma." Eshon xatni qatlab qo'yniga soldi. Ko'rsatgan xizmati uchun in'om ta'ma qilib turgan xalifasiga qarabni qo'ymasdan bo'yini sug'i selishni unutib, junub holatda paypaslig'iga sirtqi qarab oldi. Ordining saxovat sariyi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon mahmal kursida o'ziga tamanno qo'ygan holatda gediyib o'tirdi. Sulton Abdulla xon Eshon ko'tirib kirgan xatni mijixlig'icha g'azabdan g'al-g'al titrab, taysiz xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Sulton Abdulla xonning navrati, Shahzoda Yo'lvoz xonning cho'ng o'g'li, Xotanning noib amiri Xonzoda Abaydulloh xonning imzosida dadisi Shahzoda Yo'lvoz xonga yozilgan bu maxfiy xat shu topda Abdullah xonni besivog'isiz g'azab nafratga mubtalo qilib, xuddi yaralangan yirtqich shirga aylantirib qo'ygan edi.
Şu modihiş xatning mazmuni Abdullaxonning kalısida tinimsiz jaranglab aks-sada qaytaradi. Ey padari buzuruk, zalim xaqon bo'lmish babam Sultan Abdullaxonning nurg'un zulmiga uchrab ko'p riyozatlarni chekdingiz. Hatto o'z suyurg'anlik zaminingiz bo'lmish Qashqar hududligida puttaslab turg'idek yerga ega bo'lolmadingiz. Ko'p qatim sizga tasalli berishni, shikastlangan ko'nglingizni yasashni o'ylagan bo'lsam, orliq yiroq bo'lg'achqa qishingizga borolmay, da'vo hasrat qoldi. Sizga hamdam o'g'im, farzandlik burchimni ado qilgan bo'lsa-mu, qanday qilishimni bilolmay qolgan edim. Mana endi sizning yozgan muborak xatingizni topshirib olib, dilim xuddi tuyuqsiz optob tushgan qorong'u hujurdek yo'rib ketdi. Qanday qilishimni bilib oldim. Rost aytsiz. Aslida taxt saltanat endi sizga tegil bo'lishi kerak edi. Xon babam o'rdidagi harom tamoq, riyokor amirlarning, ostondagi ishoqiyatchi murtadlarning gapiga kirib, tog'am Shahzoda Abdumo'min xonni valiahd qilib, noib xonlik martabaga ko'tardi. Bu ish asli taxt sohibi bo'lmish bizlar uchun chidab turg'usiz ig'ir haqorat. Endi qo'l qovushtirib turaversak bo'lmas. Men sizga ketgan muhlat qaralda Xotandagi barliq sarkarda lashkarlarimni boshlab yo'lga chiqaman. Xudo xolisa pat yaqinda ostonni ko'rishgaymiz va ikki tarafdan tang iskanjik elib taxtni tortib olgaymiz. Sultan Abdullaxonning vujudi muzlab, sovuq terlab ketgan edi. Ey davlat panohi, men sizga boshda degan Shahzoda Yo'lbosxonning taylini o'zgartirib bo'lmas deb qudratqullik qilishga boshladi Xo'ja Abdulla Isha. Shu topda u Shahzoda Yo'lbosxon o'g'li bilan birlashib dadasining hozirli taxtni tortib olib, o'zining soqiya sulkini qattiq taqib bostig' oldigandek vahimaga cho'kkan edi. O Abdullaxonni hadab vasvasiga selishga boshladi. Aslida Shahzodani o'z vaqtida jazolash, atrofidagi ishqiyachi nomusulmon murtadlarni yiltizdan quritib tashlash kerak edi. Mana endi o'g'li Xonzoda Abaydullohxonni ozdirib, ota bola birlashib olib, sizdan bu saltanatni so'yib olmoqchi bo'lishibdi. Vaqtida bir amalni qilmasak, navbat qo'ldan ketib, cho'ng pushaymonni qoldiramiz qibligahim. Orsalda bo'lmay, tezroq bir qarorga kelgaylar. Gumonxo'rlik, aldirang'ulik va o'z kuchidan takror kelayotgan deshivorchilik, shundaqla Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning vasvasiga selishi qo'shilib, Sulton Abdullaxonni yana bir qatim aqldan ozdirdi. O'chqin aytganda, u Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning shaytonni ozdirg'uchi qora xat hilasining domiga yana bir qatim tushgan edi. O bu xatni pari buzuriki Xo'ja Abdulla Ishonning qo'li orqali topshirib olganligi uchun xatning mazmunidan qilchilik gumonlanmagan edi. Bu xatni Sulton Abdullaxonga ashaddiy raqibi Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon orqali yetkazishimi Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning bu qatim pilallab yetmoqchi bo'lgan muddaosining yana bir tarkibiy qismi edi. So'nglashqa u eliqi xatni elib olgan so'pini ostoniga borganda soqiya payloqchilarining oldida atay chandırib, o'zining sulki ishqiya murti ekanligini bildirish xususida ikki xalifasiga alohida ko'rsatma bergan edi. Keyingi ishlar Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning oldin ola faraz qilgandek o'z tartibi bo'yicha ro'yobga chiqdi. Ol vafosiz farzandning payli shu bo'lsa, bizni qarab to'may, unda qazonga mundoq cho'mish qilayli, dedi texichilik g'azabdan titrab turgan Sulton Abdullaxon ishlarining ortidan chiqarib so'zladi. U boshqa o'rda arkonlarini kengashga chaqirishga ko'ngli bo'lmay, Saxovat saroyida navrisi Xonzoda Abaydullohxonning otaliqi, qo'shimcha Xotanning amir lashkari Mirza Muhammad Qosimbekka maxfiy yorliq tushirdi. Yorliqqa Mirza Muhammad Qosimbekning Saidiya saltanatining bexatarligi uchun yorliqni topshirib olgan hamon qat'iy kechiktirmay Xonzoda Abaydullohxonni o'ldirish. Yorliqqa har qanday bahona sabablar bilan susluq qilsa, kallasi bilan javob qilish yozilgan edi.
hamda Mirza Muhammad Qosimbekning Xonzoda Abaydulloh xonning o'rniga Xotanning amirligiga tayinlanganligini eskartgan edi. Yorliq Xotanga chaqmoq tezligida yetkazildi. Xotanning amirligiga tayinlanganligidan xo'shallanib, beshi osmonga taqashgan Mirza Muhammad Qosimbek neri birisini o'ylab o'tirmayla xon yorlig'ini bajar keltirib, Xonzoda Abaydulloh xonni zahar ichib olishga zo'rladi. Xon yorlig'ini ko'rib, o'zining o'limiga buyurilgudek nima gunoh borligini bilolmagan bechora Xonzoda beshida qilich tanglab turgan Mirza Muhammad Qosimbekning qistishi bilan o'ziga o'limdan boshqa chiqish yo'li qolmaganligini his qildi. Piyoldagi zaharni ko'zini yumib turib ichishga majbur bo'ldi. Shunda qilib, Amdili 18 yoshga kirgan Xonzoda Abaydulloh xon ikki sulikdagi Xo'ja Inshollahning o'zining manfaati uchun ota bola o'tirsiq solgan nizo adovatlar sababidan yuz bergan taxt talashish ko'rishning begunoh qurboni bo'lib ketdi. Ammo Hidoyatulloh Eshonning Sulton Abdulloh xon bilan Shahzoda Yo'lbosxonning o'rtasidagi adovat tugmaganiga suv boshlab, Shahzodani otisiga ishtirnig'iga o'ch qilish uchun tuzgan plani qarxat hilisi texi oxirlashmagan edi. Xonzoda Abaydulloh xonning o'ldirilganlik xabari Ostonaga yetib kelib, har xil mish-mish ko'ch paranglar tarqalgan mezgilda Ostonada yo'shirinib yotgan Molla Soqi bilan Molla Naqi Xalifa xo'jasi Hidoyatulloh Eshon topshirgan ikki parcha xatning yana birini o'z egasiga topshirib berish taraddutiga tushgan edi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan oltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Aksi Xonzoda Abaydulloh xonning vaqtsiz o'limiga echinib kun bo'yi yig'lab chiqqan. Shahzoda Yo'lbosxonning qizi Malika Xonzodam xonim ko'ngil so'rab kelgan do'sti Malika Muhtaram xonimni ko'rib, yana qaytadan haza ochdi. Uningga Malika Muhtaram xonimning shuncha tasallilarimi kor qilmadi. Boshqalarning og'zidan og'lagan Sulton Abdulloh xon o'g'li Shahzoda Yo'lbosxondan o'chirish uchun navrisi Xotanning noyib amiri Abaydulloh xonni o'ltirib ketibdi degan mish-mish paranglar Malika Xonzoda xonimning yurak bag'rini tilg'ilatgan edi. "Senim do'stim", dedi Malika Xonzoda xonim yig'isidan to'xtab. "Bu xon bobomning nima qilgani? Otamning gunohi o'ziga hisob emas miydi? Jahonda nədimi bolasidan olamagan o'chini navrisidan oldigan ish bor. Akamda nima gunoh? U otamning qilgani vafosizligidan xijil bo'lib, izchil turda xon bobomga sodiq bo'lib kelgan emasmidi? Nimani bo'lmasin? Biz xon bobomning o'z pushtig'i oxir. Ahvol undoq emasdir, jinim do'stim", dedi Malika Muhtaram xonim ya Sulton Abdulloh xon oxlayolmay, ya Malika Xonzoda xonimni qo'llayolmay ralla bo'lib. "Haq degan nima gaplarni topmaydi deysan? Aqllarimning o'limida bizdagi bilishga ulgurmagan boshqa bir sabab bordir balkim. Xon otam uncha rahimsiz odam emas. Ajab bir gap qiladi-ku. Uzoq yili Hinduqush Mirsa o'ldirilganda ajab bundoq demagandilar-ku", dedi Malika Xonzoda xonim ranjib. "Silimo xon bobomga bek amroq. Uni silni bek aytib olaydi. Shunga uning yinin Alloh. Silni marhum akamga loyiq ko'ribdikanman texi." Malika Xonzoda xonim bir pas o'pka deb yig'lagandan keyin davom qildi. "Men hozirda o'rdaga kirib, xon bobomning oldiga boraman. U tayinliq meni xanjar bilan menimi o'ldirib, biroqli puxodin chiqsa." Malika Muhtaram xonim Malika Xonzoda xonimning qo'lidagi pichoqni tortib olib, aron to'xtatib oldi va ko'ngli yerim bo'lgan holda yenib chiqdi. O'jirsida yolg'iz qilib, yig'lab-yerib, ezilib ketgan Malika Xonzoda xonim o'zining qanday uxlab qolganini bilmay qoldi. Bir chog'da qor bosgandek bo'lib, uyg'onib ketib, yostiqning burjigida qo'yib qo'yilgan bir parcha xatga ko'zi tushdi. Ajablanib xatni qo'liga oldi. Asta o'qishga boshladi. Xatni o'qib bo'lib, cherrada birini chaqirib etdi. Yog'ochdek qitibli qoldi.
shu turqida u xatni o'qiyotamdi yoki xat uni o'qiyotamdi belgili bo'lmaydi. Chiroyi g'azabdan totirib ketgan bo'lib, chakchaygan ko'zlarida qisos o'tlari yolqinjaydi. U shu holatda xatni tutib bir osh pishim o'tirgandan keyin das o'rnidan turdi-da, chaqqong'ini xanjarni kameriga esib, udul o'rdig'i qarab maqdi. Quloq tubida marhum aksi Xonzoda Abaydulloh xonning echinishliq nidosi jaranglaydi. Suyimli singlim, endi men sizni ikkinchilab ko'ramas, aqliq mehrim bilan bag'rimga bosanmas bo'ldi. Men bu xatni o'lim oldida sizga oldirash yetyapman. Baboi Buzurg xon otam dadimiz Shahzoda Yo'lbosxondan yengilib qolgandan keyin dard alamini ichiga sig'dirolmay, o'chini mendek notavon navrisidan olmoqchi bo'lib, meni o'ldirishga farmon tushiribdi. Balki meni o'ldirib puxodan chiqmasa, sizni o'ldirishi mumkin. Qattiq taxas bo'lgaysiz. Fursat tepib, dadimiz Yo'lbosxondan qishig'i ketgaysiz. Malika Xonzoda xonim o'rdiga qarab yugurdi. Bu xatdagi akisining miyosi kallasiga kirib olib, bo'randek yoshdi ketdi. Xon bobo, men sizni to'limi mehribon, kang qo'rsoq, adolatli xon deb bilib, to'limi hurmatlab kelgan edi. Mana endi sizning vahshiylikda hajjajimni ish kuchdiganligingizni ayon bo'ldi. dedi Shohinshin bo'sag'idan otlab kirgan Malik Xonzoda xonim taxtda g'amkin o'tirgan Sulton Abdullohxonga nozik qo'llarini shirtib turib. Siz odam emas, olvosti, beshi deyilgansiz. Abdullohxon navri qizining qor yomg'irdak til haqoratini anglab hong-tong qoldi. "Nim bo'ldi sizga qizi?" dedi xon o'zini tutib. "Nemanchi beshamlik qilasiz?" "Qilmagu toza", dedi Malika xonga devaylab. "Otamdan yengilib kelib chiqaramagan qo'rsoq ko'pingizni akamdan chiqaribsiz. Bilib qo'ying, siz Bahodir xon emas, Nomad xon bo'lishga munosibsiz. Haddingizdan oshmang." deb ta'addi qildi Sulton Abdullohxon yurak yarasi ochiq tatlanib, shu kunlarda uning choch soqollari butunlay oqarib ketgan edi. Oson g'azablanib qolsa, ko'ziga hech nima ko'rinmaydigan bo'lib qolgan edi. Mana hozir Malika Xonzoda xonim uning yurak yarasini tatlab, tuz sepib edi, og'riq azobiga chidayolmay o'zini yo'qotishga boshladi. Malika Xonzoda xonimning mijozi aslida tush edi. Odatdagi vaqtlardami Sulton Abdullohxondan ancha tap tortib ketmaydi. O'rdadimi beshamlik bilan g'alaba qilib, hammani bo'ysundirdi. Hozir ashu beshamligi tutib Aksining dardida ziyoda qaram bo'lib ketgan edi. "Hay Hajjaj, menga hayv qilayotamsizmi to'ka? Sening qo'lingdan o'ldirishdan boshqa ishim kelamdi zodi." Malika Xonzoda xonim Sulton Abdullohxonga qori yomg'ir til solganicha yeniga esib olgan xanjarni qo'liga oldida taxtga qarab yugurdi. "Mana buni xanjar bilan meni o'ldir. Otamdan olamagan o'chingni bizdan elib, biroqli puqodin chiqib." Butkul o'rdida bir tiniqi bilan hamma odamni dir tiktirtib kunib qolgan. Bo'jaqqacha o'zini yuzdan yuziga til silib haqoratlagan odamni ko'rib boqmagan Sulton Abdullohxonga Shohinshindagi barliq amirlarning oldida Malika Xonzoda xonimning bu haqorati to'limi har keldi va g'azabi texmi chekiga yetdi. Ko'ziga qizillik tiqildi. G'azab qilgan odamni o'limga buyurib ko'nib qolgan Abdullohxon jallodni qishqarmoqchi bo'ldi-yu, Malika Xonzoda xonimning qo'lidagi xanjarga ko'zi tushib, o'zini kontrolligidan butunlay yo'qotib qo'ydi. Shu daqiqada Abdullohxonning ko'ziga nozik bir qo'l mahkam siqimdab beshidan egiz ko'targan. Valbul so'g'uq nur chechib turgan xanjarni ko'rinyotdi. Ashu xanjardan boshqa hech nimani ilg'i qilamagan xon o'ziga bir ajal xanjari yiqilib kelayotgandek vahimelik tuyg'uga keldi. Yenidagi olmos dastalik shahona zulqarni elib zarb bilan shiltidi. Shu hamon yuziga issiq qip qizil qon chachirdi.
Bir çağda esini yıqqan Sultan Abdullaxon ativorli qiz navrisini chepib tashlaganligini bilib, yerda ikki parcha bo'lib yotgan Malika Xonzoda xonimning qip-qizil qonga bo'yalgan jasadiga qarab, shundoq dahshatlik varqirvatdi ki. Shohinshindagi bir qism to'g'ri yurak o'rda arkonlari ishtonlariga chiqirib yetishdi. Yuragi ojizroq o'rda arkonlari hushidan ketdi. Sultan Abdullaxonning dahshatlik varqirishidan avval Shohinshin, ondan o'rda, oxirida butkul zamin titradi. Titragandimi, yuraklarni larziga selib, dahshatlik darajada titradi. Anlayotganlar Beliqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qashqar, yoz. Shahzoda Yo'lbosxonning o'rda beg'idagi o'riklarning oldi sarg'ayib, yo'pirmoqlar orasidan marashga boshlagan edi. Bog'da qushqochlar yaqinliq bichirlaydi. Kakuklar xandon urib sayraydi. Qarmoqqa xuddi jannatdek, ammo 2 kundan beri o'zi yolg'izlik, xuddi qafasga solingan yo'lbosdek u yandan bu yonga menib yurgan Yo'lbosxonga bu bog' bayni do'zaxdek ko'rinadi. Yuragini to'xtamay o'rtayotgan qisos o'ti vujudini larziga soladi. O o'g'li Xonzoda Abaydulloh xon bilan qizi Malika Xonzoda xonimning dadisi tarafidan o'ldirilganligini, bo'libmi amdili 12 yoshga kirgan qizini dadisining o'z qo'li bilan chepib tashlaganligidan xabar tepib, quloqlariga ishonmay bir hazo turib qoldi. Tatirib ketgan mag'zida 2 tomchi yosh qetib qoldi. Ammo ovozini chiqarib yig'lab solmadi. Qadarlari sizdan qattiq yengilgandan keyin dard alamini, o'ch adovatini ashu 2 farzandlardan otdi shahzoda. Bolalarda nima gunoh? Nimali bo'lmasin, o'zining navrisi edi-ku. Bu nima degan vahshiylik, adolatsizlik-a? O Hidoyatulloh Eshonning ish og'ritgan qiyofatga kirib elib, o't ustiga moy chechib aytgan bundoq so'zlarga yo oq, yo ko'k bir nima dedi. Mana uning o'rta beg'ida o'zi yolg'iz xiyol surayotganiga 2 kun bo'ldi. 2 kun ichida u o'ylandi. Nurg'un xiyol surdi. Biror yerimdan mugdab qolganini hisob qilmaganda faqatli karpik qoqmadi. Ko'z oldidan soqol burutlari amdili xat tutgan o'g'li Abdulloh xon bilan sochlarini 40 dal qilib yurib olgan, texichilik qo'nchoq o'ynashdan qolmagan qizi Xonzoda xonimning qip-qizil qonga bo'yalgan jasadi faqatli neri ketmadi. Shu ketim ko'tganda otam deb 100 xotir qilganimning tashakkuri shu bo'ldimi endi? Uning vujudida mehr shafqat deydigan narsadan asarmi qolmagan bo'lsa, shu suyimlik 2 farzandimni o'ltirgicha, shu vahshiy qaynini menga o'ldirib qo'ygan bo'lsa, o'zim oldiga beribla qilichiga bo'ynimni tutib bermasmidim. Endi menga bu jonning, bu saltanatning nima keragi? Mayli. Enim Shahzoda Abdumo'minxon xoqon bo'laversin. Ammo men o 2 yurak baramning qon qisosini surishtirmay qo'ymayman. Ota bo'g'ichi o'z pushtini o'ltirishdan ayminmagan degan. Endi men mu ayminmayman. El-yurt orsida tadakkush degan la'natlik otoqni olsammi mayli. Qasamki, oshib badniyat vahshiy otamning kallasini o'z qilichim bilan tenidan judo qilaman. Shu kunlarda Sulton Abdulloh xonmo kun va tunlarni uyqusiz degudek tenimsiz o'y xiyollar bilan o'tkazib o'tadi. Xonzoda xonimning o'limidan keyin o'rda vahima, sorasimda qolgan bo'lib, o'rda arkonlardan tortib oddiy mulozimlargacha o'zini imkonba xondan yiroqlashtirishga tirishadi. O'rda ishlardan butunlay sovib ketgan Sulton Abdulloh xon o'rda beg'idagi lolazor ravoqqa bekinib olgan edi. O osh tomoqdan qolgan bo'lib, to'xtamay sharob ichadi. Chilimni ochiq sho'raydi.
Şahzade Əbeydullah xanını öldürüş doğruluq yarlıq düşürmüsən bo'ldi ki. Mansab kolasını elib tashlab bir mezgil nazarband qilgan bo'lsa, Şahzade keyinchi aql hoşini topqanmi bo'lar edi. Uni asi deb o'limga buyurdi. Ammo suyimlik navri qizim Xonzoda xonimni-chi. Tixi o'z zulqorim bilan ha? Tova. Ozmas Allah. Qerindishining o'limidan aql hoşini yo'qotgan ashu norsidi qiz qo'liga xanjar elib olgan bilan nima qila olaydi? Mana hozir hammaning ko'zlari düşmanlik bilan ular menga tishtirmag'ichi o'sh. Faqat Hakan bo'lganligim uchun mendan qo'rqdi. Meni ikki yig'iz bo'lsa-mu ayblashga jur'at qilolmaydi. Faqat Malika muhtaram xonimni buning sirtida. Balki u meni tanlaganda, tanlamoqchi, ayblamoqchi bo'lsa-mu adab yuzasidan menga uzun kelmagandi. Navoda ashu ikki navram qayta tirildigan ish bo'lsa, butkul el ra'iyat birlashib meni tanlasa, ayblisi mayli edi. Har qanday xurluq, azoblarni tortishga rozi edi. Lekin helimi ham tortib o'tmaydi. Bu xurluqlarni Assalom xonata. Sultan Abdullah xon xiyoldan beshini ko'tardi. Uning oldida Malika muhtaram xonim chiroyi tutilgan holda qarab turardi. Aqlliq Malika, yo'q. Farishta mendan ko'ngil so'rash, dil xastaligimga o'rtoqlashish uchun kelgan o'xshaydi. Buncha qilish hojatsiz edi qizni. Bunda qilishingizga arzimaydi. Men o'zlari bilan xo'shlashqil keldim xonata. Xayr, amal qag'aylar. Yo'q, u mendan ko'ngil so'rab kelmabdi. Chiroyli ko'zlari yana shunchalik nafratli, adovatli. Xo'shlashqili? Abdullah xon hech nimani tushunmay ta'ajjublandi. Shundoq, xo'shlashqili keldim. Bu mudhish o'rnida endi turishga taqtim qolmadi. U nega ketadigan-di? O'z vaqtida onasi Shamshibonu Malika bilan tirkishib, meni orig'i silib yurib, bu o'rnida qolgan emas edi. U xonlik madrasasida ilm mutolaa qilmoqchi edi. Ajaba, hamma o'g'ilib bo'lgan bo'la. Nega borsiz qizlar? Turponga otam Sultan Said Boboxonning, onam Malika Shamshibonuning qishiga ketaman. İcazet bergaylar xonata. Bu o'rnining endi orzulug'chiligi, tortishchiligi qolmadi. Rost aytadi. U endi nimaga tortishsin? Aras. Menchi menga tortishmaydi ekan-a? Sizga ijozat qilsin. Elim Sultan Said Boboxon oliylarga mendan salom aytdim. Oldingizda apu so'rg'idek yuratim yo'q. Eng oxirgi qitim na'zimga birni suyib qo'yishingizni orzu qilaman. Bilmadi. Bu vaqtga musharraf bo'lishga mumkin bo'larmiki? Malika muhtaram xonim bir necha daqiqa turayotgandan keyin yugurib keldi-da, Sultan Abdullah xonning bo'yniga mahkam quchoqlab turib, mangziga bolalarcha mehr bilan so'ydi. Sultanmo uni otalarcha mehr bilan bag'riga bosdi-da, buqildab yig'laverdi. Malika muhtaram xonim safar tayyorligi qilish uchun ketib qoldi. Lozizar vaqtda yolg'iz qolgan Sultan Abdullah xon birdilla ahlini topgandek o'rnidan dast turib ketdi. Shundoq ketish kerak. Endi bu saltanatning menga nima kerak? Baytul Muqaddasga berib, Alloh egamdan gunohi kabirlarimni talay. Yiroq yurtlarga sargardan bo'lib chiqib ketay. Bu yurtqa ikkinchilab oyoq bosmay.
3 kundan keyin Maliki Muhtaram xonim 100 nafar nökar bilan Shir Ali Bahodirning qo'riqchiligida Turponga qarab Sultan Abdullah xon xonist Shahbonullarini elib 500 nafar mulozimning qo'riqchiligida Hindistonga qarab yo'lga chiqdi. Shahzoda Abdulmo'min xon rasmiy yusunda Saidiya xonligining taxtida o'tirdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan antilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shahzoda Yo'lbosxonning lashkarlari bilan Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning sufiy lashkarlaridan hosil qilingan birlashma qo'shinning Ostonani muhosirga olganiga mana bugun to'g'ri bir hafta bo'ldi. Urush vahimsida qolgan Ostona fuqarolarining ko'ngli parakanda edi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishonning zaysanmay atgan po'llarga, shirin shekar so'zlarga butunlay ishinib, ordining amaliy huquqini ishonga tutqizib qo'ygan Shahzoda Abdulmo'min xon Mirza Boborbek qatorliq yuqori obro'yga ega, mo'l tajribaga ega ordu arkonlarining maslahat tadbirlariga e'tiborsiz qarab, saltanatning muhim ishlarini ishon bilan kengaytdi. Ishonning digini bo'yicha, ko'rsatmasi bo'yicha farmon chiqardi. Shu sababli Shahzodadan ranjib qolgan Mirza Boborbek qatorliq amirlar kuchlik, xavfli yov oldida ilojsiz bir chetda qo'l qovushtirib turishga majbur bo'ldi. Orduning lashkari va mulkiy huquqini qo'lga olib olgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishon lashkar boshlab chiqib, Shahzoda Yo'lbosxon qo'shini bilan bir necha martaba tutishib boqqan bo'lsa-mu, har qitimda mag'lub bo'ldi. Ammo yengilginiga hargiz tan bermadi. O'ziga tamanno qo'yib, Mirza Boborbekni lashkariy kengashlardan chetlashtirdi. Xon lashkarlarining jangda utuq qozonishiga ko'zi yetmagan bir qism amirlar lashkariy ustunlikni egallab turgan Shahzoda Yo'lbosxonga moyil bo'lishga boshlagan edi. Shu sababli sarkarda lashkarlarning jasoratini sungan, bahodirligi suslab ketgan edi. Xo'ja Abdulloh Ishonning o'z oldiga qarg'ulochi tuzgan jang tadbirlari ha deganda tog'i kelmayotdi. Jang vaziyatining o'zi uchun foydasiz ekanligini his qilgan Shahzoda Abdulmo'min xon Ostona sepilining egiz ham puxtaligini, shaharda oziq-tulikning ko'pligini nazarga olib, jangga chiqmay o'rdaga mahkam bekinib oldi. Shahar muhosirasi yarim oy davomlashdi. Enisi jangga chiqmay yetib olgandan keyin Yo'lbosxon shahar sirtida puxta bargoh qurdi. Muhosirni ching'atdi. Medirlamay saqlab yotdi. Bu arliqda Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning shaharga yo'shurin kirgizgan sufiy darvishlari ko'cha-ko'ylarda oshkora yo'shurin holda Shahzoda Yo'lbosxon qo'shinining surhayvisi, kuch-qudrati, Shahzoda Yo'lbosxonning fazilat iqtidori haqida targ'ibot elib berib, xeli obdan unumga erishdi. Shahar fuqarolarining Shahzoda Yo'lbosxonni qo'llash, shaharga boshlab kirish sadolari kundan kuniga avj ilishga boshladi. Bu ahvol ordudagi bir qism qalamdor va alimdor amirlarni texmi bak tavatib qo'ydi. O'zining kelgusi istiqbolini Shahzoda Yo'lbosxonga bog'lab, hozirgi mansab martabasini, yo'g'ilgan mol dunyosini saqlab qolishni o'ylagan bir qism ordu arkonlari Shahzoda Yo'lbosxon bilan maxfiy til berishtirib, bir kuni saharda shaharning hamma darvozasini ichibdi. Fursatni g'animat bilgan Shahzoda Yo'lbosxon sarkarda lashkarlarini boshlab, har qaysi quvuqlardan shaharga bostirib kirdi. Qirchop qilganicha kalkundek devorib, bu qadimiy shaharni titirtirdi. Ko'cha rastalarda to'manlagan otlarning tuyoqlari do'kirlaydi. Tig' zarbisidan jon talashgan lashkarlarning ohu faryodi falakka yetgan edi. Bir qism sarkarda lashkarlarini boshlab, orduga hujum qilib kirgan Shahzoda Yo'lbosxon Udulla Shohinshinga bostirib kirdi. To'rdagi hashamatlik oltin taxtga 3 adovat bilan tikildi. Shohona taxtda o'tirgan Shahzoda Abdulmo'min xon akisining dahshatli turqini ko'rib, vahimadan tamg'i tortib solgan suratdek qetib qolgan edi. Butkul a'zoyini qori tarbiyasib, putqoldi, jon qolmagan edi. Shohinshinga kiribla begunoh farzandlarining qisos o'tida butunlay esini yo'qotgan Shahzoda Yo'lbosxonning ko'ziga taxtda o'tirgan inisi xuddi dadisi Sulton Abdulloh xondek ko'rinib ketdi.
Demisimi Şahzoda Abdümo'min xonning chiroyi bo'y basti dadisiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Qisos va o'chmanlikdan Shahzoda Yo'lbosxonning vujudi larziga keldi. Shu topda uning ko'z oldidan ashu taxtning oldida yuz bergan fojialik chaqmoq tezligida o'tib o'tadi. Shahzoda Yo'lbosxon ashu taxtning tubida bir qatim o'limga buyurilgan edi. Qizi Xonzoda xonimmi ash taxtning tubida rahimsizlik bilan chekib tashlangan edi. Ash taxtda o'tirgan odam uning suyimlik o'g'lini o'ltirish to'g'riliq yorliq tushirgan edi. Shu daqiqada Yo'lbosxonning ko'ziga qip-qizil qonga bo'yalgan qizi Malika Xonzoda xonim ko'ringandek bo'ldi. Qilichini beshidan egiz ko'tarib taxtga qarab tashlandi. "Zolim ota, o'g'lim bilan qizimni qaytiribdi." Akisining qo'lidan qanday qutulishini bilmay taxtda laqildab titrab o'tirgan inisi Shahzoda Abdümo'min xonni dadisi Sultan Abdullaxon deb qiyos qilgan Shahzoda Yo'lbosxon nari tatqincha berib chekib tashladi. Shu hamon jerqirib chiqqan qonda hashamatlik oltin qubulliq taxt qip-qizil bo'yaldi. Shu daqiqada ostonaga bostirib kirgan Xo'ja Hidoyatullo Ishonmi minglagan talva so'pi lashkarlarini boshlab ashaddiy raqibi Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Ishonning qasrida qirg'inchilik qilib o'tadi. Ahvolning chatoqligini allaqachon his qilgan Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Ishon xotin bolalarini elib bir qism so'pi xalifalarining hamrohligida sahardila ostondan qechib ulgurgan edi. Xo'ja Abdullo Ishonni har qancha izdabmi hech yerdan topolmagan Xo'ja Hidoyatullo Ishon so'pi lashkarlarga ostondagi barliq Ishoqiya sulkidagi qori musulmon murtatlarni jumladan xotin qizlarni jaddi jamoatini tamomiy qirib tashlashga farmon berdi. Shuna bilan ostonda sulki ishqiya murtlarining sulki Ishoqiya murtlaridan oshkora qisos edishi boshlandi. Ishqiya sulkidagi so'pi lashkarlarning to'liq bir kun qirg'inchiligidan keyin o'z vaqtida Ishoqiya murtlari Qashqar ko'chilarini sulki ishqiya murtlarining qeni bilan qandoq bo'ygan bo'lsa, mana endi ostona ko'chalarda beguna Ishoqiya murtlarining qeni shundoq eriq bo'lib oqmoqda edi. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'rida antilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallat xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilaman. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bil qutun bil. Belqut xazina